eng qiziq holatda shu uyda katta bo'lgan qiz turmushga chiqqandan keyin uyga sig'may qoladi. Dahshat-a? Uyga sig'maydi. Uyga qaytib kelib yurishga ukasining xotinidan hijolat bo'ladi. Uyga qaytib yuraman desa, ota-onasi o'zi sig'dirmaydi. Onasi qo'ymay gapiraveradi. Nahot bu dunyoning ishi shunday qiziq. Qiz o'zi tug'ilib o'sgan otasining uyiga sig'maydi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam turmushi buzilib kelgan, qaytib kelgan qizlarga otalar shafqatli bo'lishligini tayinlaganlar. O'ta sizning shafqatingizga muhtoj bo'ladi. Turmush buzilishi ham bor. Taloq ruxsati bekorga berilmadi. Bir-biriga to'g'ri kelmagan odamlarni azobda yashashga majburiyati yo'q, birodarlar. Ajrim bor. Ajrimni oldini olishga harakat qilamiz, ammo kimgadir ajrim najot bo'ladi. Mayli bu hayot boshqatdan hayot qurishga unga imkon